Assalamu alaikum, hurmatli No'qat Qojimov kanali talchilari. Bugun kunga 18-noyabr 2024 yil biz No'qat rayoniga qarashli Qayraga choyligidan keldik. Shu yerda Islom Fergash atındagi ko'chada asfalt bo'lib жатadi, hurmatli tuganlar. Hozir elning yordami bilan 1987-yilgi bolalarning demilgesi bilan bo'lib жатadi. Shu yerda ma'lumot olasiz, bizdan olsa like bosib kommentar yozib qo'yinglar. Ketdik ko'ramiz onda. Boyka keldi, shuni kommentar olasiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Ko'chamiz asfalt bo'lib o'tgan. Ishda ma'lumot berib bersangiz. Sizlar. Assalomu alaykum. Tug'anlar, shu Qayrag'achalik tug'anlari. Mana shu elning demilgesi bilan mana shu ko'chada Islom Fergash atında Hoji ko'chasidagi yashovchilarning demilgesi bilan shu ko'chalarimizni asfalt qilaylik deb o'zimizcha plan qilganlar. Buni Alloh bugungi kunga nasib qilgan ekan. Bizga keyin mana shu oldida Qaratayev atındagi ko'chadagilar mudda atini bosdi. Shu yana bu negizgi maqsad shu kelajak bugunlarimiz, baldarimiz, qizlarimiz shunday tez yo'lda asfaltda bossa biz o'ylaymiz, ham yaxshi rahmat aytishar degan o'yda bosib o'tamiz. Nima yerda yigitlar ishlayotadi, bossa belgilab kelib aytadigan bo'lsa, shu yerda qora kuch deb qo'yamiz qirg'izcha aytganda. 87-yilgi Qayrag'achning o'zidan chiqqan er-azamat yigitlar o'zlarining qo'lidan kelishicha kuch bilan yumushlarni qo'ldan kelgan yumushlarni qilishib, yordam qilishdi. O'shunday ayolingizda bugacha 2-3 ko'cha bitgan, o'sha 87-yilgi bolalar yumush qatori o'zining qora kuch bilan yordam qilishdi. Negizgi maqsad o'zimizning pokoleniya deb qo'yamiz. Har bir yıldan bolalardan 100 ming so'mdan 50 solim bo'lgan. O'shalarning solimi bilan odam sifatida o'zimizning ko'chaliklar har bir uydan o'zicha qancha qarorlar ketib boshqami çoğaltib mana shu boshlatuvida 2 oy oldin maqsad qildik-da, xudo xolisa bugun mana Alloh bugun kunga buyurgan ekan, buni bugun bitib turadi. Bu qisqasi bu yerda dag'i bir bosib aytgan narsa, boshqa belgilab aytadigan narsa, o'sha yerda o'zimizning Kamaz baldar, er-azamat yigitlar mana shu yerda 5-6 bola bor, Kamaz aydagan, havo aydaganlar. O'shalar bizga yo'l kirani eldan qiyla arzon qilib tashib berishdi. O'shalarga da Alloh rozi bo'lsin. Otni atab ketaylik desa, men borduk bor, xudo xolasa. Bu yerda Berdal degan bola bor, Said degan bola bor, Baxtiyor degan bola bor, Turdal akamiz bor, dag'im havo mingidan Miran degan bola yigitimiz bor. O'shalarga cho'ng rahmat. O'shalarga rahmat bizlar mana shu ko'chani atman. Borduklar rahmat ketamiz. Mana sizga tavsiya berib Ular ko'chaning uzunluğu qancha metr? Ko'chaning belli uzunluğu 550 metr yerga asfalt ko'chadan. Narxi ko'chada o'shanday bo'lgan. O'sha 550 metr yerga bosilgan asfalt. Mana uzunu 550 metrga turasi qancha bo'ladi? Turasiga kelsak, turasi 4,5 metr bo'ladi. Anan qalshinasi qalinligi 7 santimetr bosilgan. O'sha İşine iyilik, Allah'ım özü kol olsun. Sizlerge daha çok rahmat. Bizde var kışına naraktan kırılış. Kötü negizde bütün otak da kalsa daha bundan keyinki dağı köçelerimizde bizim buna akşa çoğu tutkan usul ayıldın turgunlarına çok rahmat. Bundan keyin dağı başka köçelerimizde aslında asfalt olsa zaman bolsa gerektir. Kim aytkanda bu показательный köçeler olsun. Ardında жақсы ağzoltoy köçelerden olsun. Asalası yumşak köçelerden olsun. Жақсы көчеде игілік тойлар болсын қысқасы. Bu koçanın atı kimede? Bu көченің аты İslam Fergash atında. Mayli işine iyilik, Allah'ım özü kol olsun. Hiç olamam bu oğlan. Hurmatli No'qat Qojimov kanali talchilari. Bizga demoqchi bo'lgan aytib ketsak bo'lmaydi. Bizga demoqchi bo'lgan kompaniya bankina teran razısılık bildiramiz. O'shandan birga Kaymo sport klubi teran razısılık bildiramiz. Qarangizlar, asfalt bo'lib жатады. No'qat Qojimov kanali doimo sizlarning xizmatingizda. Ertaga dag'i hozir shu Qayraga choyligining Mulla Shakir atındagi ko'cha bo'ladi ekan, bu Jongi mahalla joqda ekan. Bunda qircha aytganda nima jon ko'chalardan birida ekan. Bizdan olsa like bosib kommentar yozib qo'yinglar.
Karanglar jeteyin dep kaldı. Teşekkürler. Hurmatly No'g'at Qazima Turkmendan qatnashchilari, daha ko'rsatib bizdan olsa like bosib o'tkazib qo'yinglar.